Xitoy AQSh Eron portlariga qo'ygan sanksiyalarga tupurgan holatda o'z kemalarini Hormuz bo'g'ozi orqali olib o'tyapti. Reuters agentligi ma'lumotiga ko'ra, 14-aprel kuni Xitoyning Richstar konteyneri Hormuz bo'g'ozidan o'tib ketgan. Ushbu kema Shanghai Shuangrong Shipping kompaniyasiga tegishli bo'lib, AQSh tomonidan kiritilgan sanksiyalar ro'yxatiga ham kirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu kema taxminan 250 ming barrel metanol tashigan. Yuk ortish ishlari bo'lsa Birlashgan Arab Amirliklari portida bo'lib o'tgan. Ta'kidlanishicha, bu AQSh kuchlari tomonidan Eron dengizi blogadasi boshlangandan beri Hormuz bo'g'ozidan o'tgan birinchi kema hisoblanadi. Global moliyaviy axborot va birja infratuzilmasi kompaniyasi London Stock Exchange Group ma'lumotiga ko'ra, 14-aprel kuni AQSh sanksiyalarga uchragan yana bir tanker Murlikshan ham Hormuz bo'g'ozi tomon yo'l olgan. Bugun 16-aprel kuni ushbu kema Iroqda mazut ortilishi kutilyapti. Reuters tasdiqlashicha, ilgari MT nomi bilan tanilgan bu kema Rossiya va Eron neftlarini tashigan. Logistika sohasida qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lish uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.